Hindistonda shunaqangi bir la'natlangan qishloq bor ediki, u yerdagi odamlar faqatgina qo'rquv va dahshatda yashar edi va har hafta 2-3 ta odam bedarak yo'qolar edi. Vahimaga tushgan odamlar esa tunda ko'chaga chiqmas va hattoki eshikni ichkaridan shunchaki qulflab emas, kerak bo'lsa yog'och bilan tamg'alab uxlar edi. Nima bunchalik aholini vahimaga sola olishi mumkin degan savol paydo bo'ladi. Sababi bu yerda dunyodagi eng ko'p odam o'ldirgan manyak Xishnik nomi bilan tanilgan vahshiy yo'lbars yashar edi. Qiziq tomoni shunda ediki, bu yo'lbars deyarli qishloq aholisining 50%ni, ya'ni 400 dan ortiq odamni yeb, hattoki Ginnesning rekordlar kitobiga ham kira olgan. Bu manyakni o'ldirishga ketgan barcha kuchlar befoyda edi. Sababi yo'lbars juda ham aqlli bo'lganligi uchun har bir odamning kun tartibini o'rgangan va aynan qaysi vaqt va qaysi joyda yolg'iz bo'lishini bilar edi. Va aynan fursat tug'ilishi bilan bu odam uning o'ljasiga aylanar edi. Voqealar shunchalik dahshatli tus olgandan keyin oxir-oqibat Hindiston hukumatı o'sha davrdagi o'z davrining eng mohir ovchisi Jim Carbetni bu missiyaga jalb etadi. U kuchli strategiya ostida yo'lbarsni o'ldira oladi. Ammo eng achinarli tomoni shu ediki, o'sha kuni yana bir bedarak yo'qolgan ayolning jasadi aynan shu yo'lbarsning ichidan topilgan edi.